Yangi Midion tug'ruqxonasini birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlaysizmi? Men Nigora Azizxojayeva, Xalqaro Lativa tug'ruqxonalar tarmog'ining kreativ direktoriman. Bugun sizni O'zbekistonda o'z namunasi bilan ajralib turadigan tug'ruqxona bilan tanishtiraman. Bu yilning o'zida 2 tug'ruqxona ilk baxtli onalarni qabul qiladi. Yaqin kelajakda esa dunyoning boshqa hududlarida ham ochiladi. Bizning asosiy maqsadimiz ayollarga tug'ruq jarayonini alohida tajriba sifatida taqdim etish. Chunki farzand dunyoga keltirish bu shaxsiy va oilaviy marosim. Faqat eng yaqinlar uchun kichik bayram, keyin esa bu xushxabar butun oila uchun katta quvonchga aylanadi. Birinchi tug'ruqxonaning qurilishi yakuniga yetdi. Mana shu kadrlardan ko'rib turganingizdek, hammasi uy sharoitini eslatadi. Bej rang devorlar, iliq yoritish va neoklassika uslubidagi nafis interyer detallar. Endi esa biz operatsion blokka kiramiz. Lativa o'z reanimatsiyasi, 4 ta operatsion xonasi va chaqaloqlarning reabilitatsiya qilish bo'limiga ega. Bu yerda tug'ilishni murakkab kechgan bolajonlarga alohida yordam ko'rsatiladi. Barcha shifokorlar jamoasi doimiy ravishda shu yerning o'zida faoliyat yuritadi. Operatsion blokdan chiqash yo'lakdan onalar dam olish xonasini ko'ramiz. Bu maxsus joyda ona chaqaloqning shifokorlarga topshirib dam olishi mumkin. Eng muhimi, xonaga o'rnatilgan kameralar orqali barcha jarayonlar to'g'ridan-to'g'ri onalarning palatalaridagi planshetlarga uzatiladi. Shu bois ona farzandini nazoratdan chetda qoldirmaydi. Midion loyihalari rahbari Islom bilan sayr chog'ida yana bir detalga e'tibor qaratamiz. Shisha yo'lak saqlanib qolingan. Endi esa tug'ruqxona, shifoxona va basseyn zonasini bog'lab turadi. Tug'ruqxona bo'ylab yurganimizda suv manzarasidan bahramand bo'lamiz. Bundan tashqari homilador ayollar uchun yoga mashg'ulotlari ham tug'ruqxona hududida o'tkaziladi. Mana endi palataga kiramiz. Ularni dizayniga qarang. Sokinlik va nafislik uyg'unlashgan. Har bir detal shunday yaratilganki, ona o'zini uyidagidek his qiladi. Bizning birinchi sayohatimiz shu yerda tugaydi. Keyingi safar sizga tibbiy qism va shifokorlar haqida gapirib beraman. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Lativada tug'ishni xohlarmidingiz?